Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun ajoyib bir nazariyani o'tib bermoqchiman. Demak, suyuqliklarda asosan qovushqoqlik, ya'ni konsentratsiyaga bog'liq holatda suyuqliklarda qovushqoqlik bo'ladi. Suyuqliklarda ishqalanish kuchi ichki ishqalanish bo'lib, asosan o'sha qovushqoqlik orqali amalga oshiriladi. Ya'ni qatlamlarni bir-birida harakati tufayli harakatga qarshilik qiluvchi kuch vujudga keladi. O'sha orqali qovushqoqlik kuchi vujudga keladi. Demak, o'sha qovushqoqlik kuchi vujudga kelishi boshqa tomondan o'sha harakatda bo'lgan o'sha suyuqlikni olib qaraydigan bo'lsak, misol uchun o'sha ixtiyoriy suyuqlik olaylik, harakatda bo'lgan, ma'lum bir qovushqoqlikka ega bo'lgan. Masalan, ixtiyoriy suyuqlikda, suvda ham ma'lum bir miqdorda qovushqoqlik bor. Albatta, qovushqoqlik bu nimaga proporsional? O'sha konsentratsiyaga proporsional bo'ladi. Chunki konsentratsiya qancha katta bo'lgan sari o'sha qovushqoqlik ortib boraveradi. Demak, suyuqliklarda harakati uchun o'sha ichki ishqalanish orqali bog'langan bitta tenglama bor. Ichki ishqalanish koeffitsiyenti orqali bog'langan tenglama. Bu tenglama bizda Poiseuille formulasi deyiladi. Poiseuille degan olim tomonidan yaratilgan, o'sha sharafiga Poiseuille deb kiritilgan. Poiseuille formulasi bu o'sha olimpiada masalalarida ham keladi, laboratoriya sifatida ham qo'yilgan. Demak, Poiseuille formulasini bugun keltirib chiqarib beraman. Demak, bugun mavzumiz Poiseuille formulasi. Bevosita bizlar o'sha Poiseuille formulasini isbotlashimizda qovushqoqlik kuchi, ya'ni ichki ishqalanish kuchidan ham foydalanib ketamiz. Xo'p, buning uchun birinchi navbatda turbo, ya'ni silindrik turba olamiz. Core deyiladi ayrim shevada. Turbacha olamiz. Demak, silindrik turba. O'shani masalan qaraylik. Mana silindrik turba. Xo'p. Bizda o'sha R radiusli silindrik turba bor va uni ichidagi ma'lum bir suyuqlik qatlamini qarayman. Suyuqlik qatlami mana ichidan bu turbani ichidan, ya'ni o'sha trubka deylik, ya'ni shu trubkaning ichidan suyuqlik ma'lum bir konsentratsiyali, ma'lum bir qovushqoqlik koeffitsiyentiga ega bo'lgan suyuqlik oqayapti va uni ichidan suyuqlik qatlamini ajratib olaman. Qanday? Qanaqadir R radiusli suyuqlik qatlamini ajratib oldim. Aytaylik. Aytaylik, qatlama ajratib oldik. Demak, suyuqlik qatlamini ajratib oldik mana. Xo'p, endi buni radiusini kichkina r harfi bilan belgilayman va mana kichkina r harfi bilan belgilayman. Buni radiusini. Endi bu qatlam ajratib oldik. Dayr qalinlikka ega bo'lgan suyuqlik qatlamini ajratib oldik. Mana markazga nisbatan olaydan bo'lsam. Demak, mana bu qalinligi dayr bo'lgan. Demak, mana bu qalinligi bizda
qalinligini dayar bo'lgan. Mana. Xo'p, qalinligi dayar bo'lgan R plus dayar qalinlikdagi o'sha silindrik shaklda u ham qatlam ajratib oldik, suyuqlik qatlamini. Bunday yoysak, mana bunaqa shaklga keladi. Uzunligini L desam, yoysam qanaqa shaklga keladi? Misol uchun uzunligi L deylik. Ya'ni idishni uzunligi bilan bir tekisda mos tushadi deb olsak, yoysam mana bunaqa shaklga keladi. Kichikroq qilib chizib ko'rsatib beraman. Xo'p. Demak, mana bu qalinligini dayar deydim. Dayar qalinlikli, uzunlik L, bunaqa yoygamda 2pr. Xo'p, 2pr dayar qalinlikli o'sha qatlam ajratib oldim. Bunday suyuqlik qatlamini yoysam, bu nima uchun chekka qismlarni ajratib olyapman? Ya'ni shunaqa silindrik shaklda, imенно idish shakliga o'xshash qilib chekka qismdan qatlam ajratib olyapman. Sababi ishqalanish albatta idish devoridan boshlab davom etadi. Endi bu uchun birinchi navbatda biza yozishimiz kerak bo'lgan tenglama o'sha ichki ishqalanish, suyuqliklarda ishqalanish kuchini yozaman. Demak, suyuqliklarda ishqalanish kuchini qanaqadir F harfi bilan belgilasam, F ishqalanish kuchi. Bu albatta etda ko'paytiruv S o'sha suyuqlik qatlamini yuzasi va modulda dv taqsim dr modulda. Modulda deyishimga sabab ishqalanish kuchimiz tezlik gradienti kamayish tomon yo'nalgan. Ya'ni bu modulni olib tashlaydigan bo'lsam, qanaqa ko'rinishga keladi? Modulni olib tashlaydigan bo'lsam, F ishqalanish barobar minus etta S dv taqsim dr. Ya'ni modulni olib tashlaydigan bo'lsam, minus chiqadi. Minus ishora o'sha tezlik gradienti kamaygan tomonda ishqalanish kuchi katta bo'ladi degan ma'noni anglatadi. Buni quyidagicha turbada o'sha suyuqlik harakati orqali tushuntirishimiz mumkin. Umuman hayotda ham tushuntirib beraman qanaqa jarayon ro'y berishini. Mana formani biz hozir ishlatamiz. O'shuning uchun mana bunday qilib qo'yaman. Bu suyuqliklarda ishqalanish kuchi. Ya'ni qatlamlar bir-birida harakat qilganda o'sha ishqalanish kuchi paydo bo'ladi. Demak, mana bu ham bizga kerak. Bilish yaxshi, bilib qo'ygan yaxshi buni. Xo'p, ana endi mana bunaqa ko'rinishda chizib ko'rsatib beraman. Turba. Xo'p, endi bu yerda masalan suyuqlik harakatini bunday kuzatadigan bo'lsak, ushbu shaklda bo'ladi. Misol uchun o'rta qismlarda suyuqlik oqimi yuqori bo'ladi, ya'ni tezligi katta bo'ladi. Chekka qismlarga kelib qaraydigan bo'lsa, mana tezlik kamayib boryapti. Bu degani nima uchun shunday? Mana bu yerda V maksimum bo'ladi. V maksimum tezlikda harakat qiladi. Daryolarda ham kuzataylik, oddiy hayotda daryolarda ham daryoning o'rta qismida juda tez oqadi. Chekka qismida sekin oqadi. Sababi o'sha daryoni chekka qismdagi daryo, masalan, chekka qism bilan ishqalanish kuchi yuqori. Qaysiki suyuqlikni qatlamdan o'zaro bir-biri bilan ishqalanish kuchiga nisbatan yuqori bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday. Suyuqlik mana shu turbachada harakat qilganda, suyuqlikda mana idish devori bilan ta'sirlashuv kuchi yuqori bo'ladi.
Qaysiki, mana bu o'rta qismlarda, suyuqliklar o'rta qismlarda idish devori bilan ta'sirlasha olmaydi-ku. Endi bir-biri bilan ta'sirlasha. O'sha suyuqlik qatlamlar bir-biri bilan ta'sirlashuvi kichikroq bo'ladi nisbatan. Chekka qismga nisbatan kichikroq bo'ladi. Shuning uchun tezlik katta bo'ladi. Shuning uchun aytdim, gradient kamaygan tomonda ishqalanish kuchi katta bo'ladi degan. Bu degan chekka qismlarda, ya'ni idish chekka qismlarda ishqalanish kuchi katta bo'ladi degan. Shuning uchun minus bir-biriga nima kamayish tomonida bu yuqori bo'ladi degan ma'noda. Xo'p, ana endi mana chizmaga qaraydigan bo'lsak, oqim vujudga kelish uchun albatta bosimlar farqi bo'lishi kerak. Bosimlar farqini kiritib olaman. Masalan, aytaylik, mana bu qismda P1 bosim bo'lsin va chiqish qismida P2 bosim bo'lsin. Yuza endi mana bu birlik yuzaga mos keluvchi bosim qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Xo'p, buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Xo'p, ana endi xo'sh, aytaylik F barobar deyman. F barobar kirish qismida bosimdan P1 dan ayiraman. Chiqish qismida bosimlar farqi ko'paytiruv S. Bizda masalan S1 deylik. Bu S bilan bu S1 farqi bor. Hozir tushuntirib o'taman uni ham. S1 bu o'sha nimani beradi? Demak, o'sha harakatga keltiruvchi kuchni beradi. Endi xo'sh, men tagidan ishqalanish kuchini yozib qo'yaman. F ishqalanish barobar minus etta S deyman. Bu boshqa S yuza dv taqsim dr. Bu S degani mana bu aytdim qatlam. Mana bundagi S, bunday qilsam, bundagi S degani 2PRL degani. Ya'ni silindr yon sirtini yuzasi polnusda. Bu S1 esa S1 hozirgi holatda PR kvadrat mana. PR kvadrat. Ya'ni mana bu yuza, ya'ni bosim ta'sir qilayotgan yuza hisoblanadi. Endi e'tibor berib qarasak, mana bu yerda kuch o'sha radius o'zgarishiga bog'liq holatda o'zgarar ekan. Mana bu yerdan qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda radius, mana bu radius desam, radius o'zgarib borgan sari kuch kattaligi ham o'zgarib boradi. Albatta gradient o'zgaradi, chunki bu yerda kuchning kattaligi ham o'zgarib borar ekan. Demak, bizda funksiya sifatida qaraydigan bo'lsak, f nima funksiyasi ekan? Radiusda funksiyasi ekan. F radiusda funksiyasi ekan. Buni funksiya deb qarab, funksiyasi deb qarab, deb olib, R bo'yicha hosil olamiz. R bo'yicha hosil olamiz. Demak, qanaqa bo'ladi R bo'yicha hosil olsak? Xo'p, sistemadagi mana bu birinchi formula va ikkinchi formuladan ham hosil olaman. Xo'sh, endi birinchi formuladan hosil oladigan bo'lsam, df taqsim dr barobar p1 minus p2 ko'paytiruv bu yerda d taqsim dr pr kvadrat. Pr kvadrat. Mana hosila. Bu yerda yuzada r qatnashyapti, shuning uchun yuzadan hosil olib qo'yaman. Bundan ko'rinib turibdiki, df taqsim dr nimaga teng bo'ladi? Mana buni delta p deb ketaman. Delta p. Demak, buni hosil olsam daraja oldinga tushadi. 2p r. PR bo'lyapti. Xo'p, endi bundan df ni topsam,
df'ni topsam nima bo'ladi? Delta p ko'paytiruv 2pr dr bo'lyapti. Mana bu bizda topilgan df. Mana chizmaga e'tibor berib qarasak, mana bu dr qatlamga ta'sir qiluvchi kuch ekan. To'g'rimi? O'sha bosim ham o'sha dr qatlam. Demak, mana bu dr qatlamga ta'sir qiluvchi kuch, mana yuzachasiga, dr qatlam yuzachasiga ta'sir qiluvchi kuch ekan. Endi ikkinchi qismdan ham, sistemaning ikkinchi qismidan ham hosil olaman. df ishqalanish taqsim dr xo'p teng minus etta s. S ni o'rniga qo'yaman. Minus etta s ni o'rniga mana buni keltirib qo'ysam 2pl ni qo'yaman. D taqsim dr nimadan hosil bo'ladi? Mana bu yerda r ko'paytiruv dv taqsim dr dan hosil bo'ladi. Nima uchun dv taqsim dr r ko'paytiruv dedim? Chunki mana bu yerda ham r bor, mana bu yerda ham s yuzada ham r qatnashyapti. Ko'paytiruv bo'lib turibdi. Mana bu gradientga ko'paytiruv bo'lgani uchun umumiy chiqazib yubordim. D taqsim dr ko'paytmadan hosil bo'ladi-da endi bu yerda. Konstantalar oldiga chiqib ketdi. Umuman olganda shunaqa tushunsa ham bo'ladi. Xo'p, demak, bundan ko'rinib turibdiki, barobar mana ko'rsataman. df ishqalanish taqsim dr teng minus etta ko'paytiruv 2pl. Xo'p, bu ko'paytmadan hosil bo'layapti. Albatta kirgizaman, har biridan hosil olaman, qavs ochib qo'yaman. R dan hosil olsam 1 ni beradi. Birinchi qismda dv taqsim dr qoladi. Dr qoladi plus. Endi r ko'paytiruv, endi gradiyentni hosil olsam d kvadrat v taqsim dr kvadrat bo'ladi. Mana bunaqa optimal ko'rinishda chiroyli formula orqali ifodalayapman. Ayrim kitoblarda bunaqa bermagan, juda tez yozib ketgan, tushunarsiz yozilgan. Shuning uchun men tushunarli bo'lish uchun nima, qaysini funksiyasi, nima uchun hosil olunyapti, hammasini detalni aytayapman. Endi bizda gradient o'zgarishi qatlamda juda katta narsa emas bu. O'zgarish, tezlik o'zgarishi gradiyenti kichik bo'lgani uchun undan ikkinchi tartibli hosila, ya'ni kichik qiymat bu taxriban 0 bo'lib ketadi. Mana bu 0 bo'lib ketadi. Demak, ko'paytmaning ikkinchi qismi, ya'ni mana qavs ichida ifodaning ikkinchi qismi 0. Bizda qolyapti, demak, qanaqa ifoda qolyapti? Bundan ko'rinib turibdiki, df ishqalanish taqsim dr nimaga teng ekan? Minus etta ko'paytiruv 2p l dv taqsim dr ekan. Bundan df ishqalanishni topib olsam, nimaga teng bo'ladi? df ishqalanishni topib olsam, xo'p, dr ko'payadi albatta. Minus etta ko'paytiruv 2pl dv taqsim dr ko'paytiruv dr. Mana buni qisqartirib olmayman. dv taqsim dr bilan dr ni qisqartirib olmayman. Sababi bu yerda dv taqsim dr bu gradient. Prosta dr unga ko'paytiruv bo'lib turibdi. Gradient o'zini holicha turib tursin. Hozir bir necha amallar qo'llaymiz endi. Xo'p, ana endi mana bu oxirgi ifodani, df ishqalanish ifodani quyidagicha ko'rinishda yozib olsam bo'ladi. Demak, minus 2p etta l d ni chiqarib olaman umumiy qavsdan r ko'paytiruv dv taqsim dr ko'rinishda ifodalasam bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishda ifodalasam bo'ladi. Boshiga qaytib keldik. Mana boshida ifodani df ishqalanish orqali tushuntirib berganim shunga tengda. Mana bunaqa ko'rinishda ifodalasam bo'ladi. Endi ostida mana bu ifodani yozaman. df ishqalanish ifodasidan tashqari yana bizda bitta ifoda bor. Delta p
ko'paytiruv 2pr dr degan ifodani yozaman va bu ikkalasi teng bo'lishi kerak. Uzluksizlik oqimi vujudga kelishi uchun, ya'ni oqimni vujudga keltiruvchi kuch ishqalanish kuchiga teng bo'lishi kerak. Va buni tenglayman. Quyidagicha ko'rinishga keladi. Delta p ko'paytiruv 2pr dr teng minus 2p eta l dni chiqarib qo'yganman r dv taqsim dr. Xo'p, 2p lar qisqaradi. 2p lar qisqaradi. Minus bu yoqqa o'tkazsam, bo'ladi. Demak, bizda bir marta shunaqa ko'rinishda turib turadi. Delta p ko'paytiruv r dr minus bu yoqqa o'tkazaman teng eta l d r dv taqsim dr. Xo'p, bir marta integrallayman. Mana oxirgi olgan ifodani, mana bu oxirgi olgan ifodani buni integrallaymiz. Integrallasam qanaqa ko'rinishga keladi? Eta l ga bo'lib yuboraman. Minus delta p taqsim eta l integral r dr teng buni integral, bu ikkinchi qismning integrali r dv taqsim dr o'zi qoladi. Sababi mana d yo'qolib ketadi. Bitta integral olsam d yo'qoladi, ya'ni d yo'qoladi va qavs ichidagi ifoda uni o'zi qoladi. Demak, buni integrali quyidagicha ko'rinishga keladi. Demak, r ko'paytiruv dv taqsim dr barobar minus delta p r kvadrat taqsim 2 eta l plus s ko'rinishda, ya'ni chegaram qo'ymadim, plus s konstanta ko'rinishda chiqadi. R ga bo'lib yuboraman. Mana bu r ga bo'lib yuboraman. Tenglamani ikkinchi tomonini ko'paytiray 1 taqsim r ga. Ikki tomonni 1 taqsim r ga ko'paytirsam nima bo'ladi? dv taqsim dr qoladi. dv taqsim dr tezlik gradienti teng minusdan delta p ko'paytiruv r taqsim 2 eta l plus qanaqadir s1 qoladi. S1 degani endi S1 degani S taqsim R. Ya'ni boshqa bir konstanta hosil bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishga keladi endi. Xo'p, endi S1 da topishim uchun biza boshqa shartlarga qarashim kerak. Agar R ni 0 ga intiltirsam, R 0 ga intilsa, bizda tezlik gradienti albatta 0 ga intiladi. 0 ga intiladi. Shunda ko'rinib turibdiki, S1 teng 0 degani. Bundan ko'rinib turibdiki, S1 teng 0 degani. Demak, bizda qolyapti ifoda dv taqsim dr teng minus delta p ko'paytiruv r taqsim 2 eta l degani. Xo'p, bundan dv ni topib oladigan bo'lsam, dv ni topsam minus delta p ko'paytiruv r dr bo'ladi. Taqsim 2 eta l ko'rinishda keladi. Endi integrallayman. Men oxirgi olgan ifodani ham integrallayman. Integrallasam qanaqa ko'rinishga keladi? Xo'p, v bo'ladi. V barobar minus delta p r kvadrat, ya'ni r kvadrat taqsim 4 eta l bo'ladi. Integrallasam eta l plus qanaqadir b degan konstanta hosil bo'ladi. B konstanta.
Ya'ni yozib qo'yaman. B teng konstanti. B teng konstanti. Agar endi bu yerda R ni A ga intiltirsam nima bo'ladi? V tezligimiz 0 ga intiladi. R ni A ga intiltirsam, ya'ni kichkina mana bu ichidagi suyuqlik qatlami radiusini katta qatlamga tenglashtirsam, tezlik 0 bo'ladi. Chekka nuqtasida tezlik 0 da. Xo'p, tezlik 0 ga intiladi. Shunda nima bo'ladi? Shunda ko'rinib turibdiki, B barobar shunda R teng A, V teng 0 bo'lsa, B teng delta P ko'paytiruv A deyishim noto'g'ri, qanaqadir R dedik bizlar shuni. Katta R dedik. Shunda delta P ko'paytiruv R kvadrat taqsim 4 ta etta L bo'ladi. Etta L. Buni topib oldik. Endi umumiy formulani tiklasam, buni keltirib qo'ysam, V barobar minus delta P R kvadrat taqsim 4 ta etta L plus delta P ko'paytiruv R kvadrat taqsim 4 ta etta L. Shundan ko'rinib turibdiki, delta P taqsim 4 ta etta L chiqazib olsam R kvadrat minus R kvadrat ko'rinishda tezlik bog'lanishini topib olgan bo'lamiz. Mana bizda tezlik bog'lanishini topib oldik mana shu ko'rinishda. Ana endi biz o'sha oqimni qaraymiz. Albatta bu yerda oqimni qaraydigan bo'lsak, endi bu tezligimiz albatta radius, ya'ni hali radiusga bog'liq holatda o'zgaryapti. Mana bu chunki R qatnashyapti. Radiusga bog'liq holatda hali o'zgaryapti. Shuning uchun biz qanday qilamiz? dv o'sha hajmni qarayman, suyuqlik qatlam hajmini. dv barobar. Xo'p, endi v ko'paytiruv t ko'paytiruv 2pr dr deyman. 2pr dr. Demak, 2pr dr qatlamda, mana bu qatlamida, 2pr dr qatlamidagi v ko'paytiruv l bu qanaqadir suyuqlik uzunligi bo'ladi. V tezlik bilan qanaqadir t vaqtda qanchadir masofaga bosib o'tadi. 2pr dr bu qatlamini qalinligi, shunda hajmni beradi. Qatlamda hajmini beradi. Ya'ni mana yuqorida men chizgan qatlamda hajmini beryapti. Qanaqadir L o'rniga v ko'paytiruv t qo'yapman-da hozir. V ko'paytiruv t qo'yapman. Xuddi shu narsani beryapti. Endi shunda foydalansak, v ni keltirib qo'yaman va integrallasam qanaqa ko'rinishga keladi. Xo'p. dv barobar v ni o'rniga delta p ko'paytiruv t ham ko'payadi. 4 ta etta L. Mana bu yerga ko'payadi, 2p ko'payadi. 2p ko'payadi. Buning ichida r kvadrat ko'paytiruv r minus r kub dr bo'ladi. Endi integrallayman buni 0 dan qanaqadir hajmgacha integrallayman. Bu qismda integrallayman, mana bu qismda integrallayman. 0 dan r gacha integrallayman albatta. Demak, bu v ni beradi. V barobar bo'ladi delta 2 la qisqaradi. Demak, hozir 2 la qisqarsa, 2 ni qisqartirmay turib, delta p ko'paytiruv t taqsim 4 ta etta L turadi, ko'paytiruv 2p turadi. Xo'p, buni integrali integral olsam r kvadrat qavs ichida bo'ladi. Bu r 4-si taqsim 2 bo'ladi minus buni integrali, birdan chegarani ham qo'yapman. Buni ham r da 4-si taqsim
4 bo'ladi endi buni. Integral olsam daraja bitta oshib mahrajga bo'linardi-ku. O'sha xossalardan foydalanyapman. Bo'ldi, yuqori chegarani qo'ydim, chunki pastki chegarani qo'ysam 0 bo'lib ketadi. Yuqori chegarani qo'yib, birdan hisobladim. Endi soddalashtirsam, bu qanaqa ko'rinishga keladi? P R 4-si ko'paytirib delta P ko'paytirib T taqsim 8 ta eta L. Bizda o'sha Poisson formulasi kelib chiqadi. V barobar nima ekan? P R 4-si ko'paytirib delta P ko'paytirib T taqsim 8 ta eta L ekan. Mana bu ifoda, ya'ni Poisson formulasi deyiladi. Ya'ni uzluksizlik oqimini ham shu ta'minlab beradi. Qanday shu ta'minlab beradi deyapman? Qarang, hozir buni quyidagicha ifodalash mumkin. Va bu harakat davomida qanaqadir bosimni ta'minlab tursak, radius bir xil. Endi agar biza suyuqlikda konsentratsiyasini o'zgartirsak, konsentratsiya o'zgardi degan qovushqoqlik o'zgardi degan. Qovushqoqlik o'zgarsa, nimasi o'zgaradi? Bizda o'sha harakat vaqti o'zgaradi. Harakat vaqti o'zgaradi. Demak, buni konstanta deb qaraydigan bo'lsak, bu mana bu Poisson formulasi bu. Poisson formulasi. Mana shu narsani konstanta deb qaraydigan bo'lsak, demak bizda T1 taqsim eta 1 bo'ladi. T2 taqsim eta 2 bo'ladi. Konstantaligidan kelib chiqadi. Chunki mana ko'rinib turibdi, mahrajda eta, suratda T. Eta o'zgartirsak, ya'ni konsentratsiyasini o'zgartirsak, qovushqoqlikni o'zgartirsak, vaqt o'zgaradi, tushish vaqti o'zgaradi. Mana bu orqali ixtiyoriy moddani nimasini topsak bo'ladi? Qovushqoqlik koeffitsiyentini aniqlasak bo'ladi. Misol uchun suvni qovushqoqlik koeffitsiyentini va tushish vaqti, harakat vaqti, ya'ni biror ingichka idishda tushish vaqtini bilsak, laboratoriyada bu tushish vaqtini bilsak, ixtiyoriy moddani tushish vaqti orqali, tushish vaqtini o'lchash orqali, tushish vaqtini o'lchash orqali uning qovushqoqlik koeffitsiyentini aniqlash mumkin. Mana bu formula orqali. Mana shu formula orqali. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat.